Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda men Skarokub kompaniyasida qanday ish boshlashlik haqida gapirmoqchiman. Ushbu mazmundagi videolar bir nechta bo'ladi. Bu birinchisi. Avvalambor biz birinchi shu nuqtai nazarimizni o'zgartirishimiz kerak. Hozirgi paytgacha bilgan traditsional biznes bo'yicha shunaqangi tushuncha borki, muvaffaqiyat kaliti qancha ko'p aloqangiz bo'lsa, tanishingiz bo'lsa, shuncha ko'p muvaffaqiyatga erishasiz degan tushuncha bor. Masalan, biron bir oshxona yoki biron bir magazin ochdingiz yo biron bir xizmat ko'rsatish biznesini ochdingiz. Qanchalik ko'p odam bilsa, tanishlaringiz, yaqinlaringiz bilsa, shuncha ko'p siz xizmat ko'rsata olasiz yoki mahsulotingizni sota olasiz. Bu ikkinchisi, qancha ko'p mahsulot sotsangiz, shuncha ko'p pulga ega bo'lasiz. Ya'ni tovar oborotingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha muvaffaqiyatlarga erishasiz. Ko'p tarmoqli marketing biznesida, ya'ni doimiy xaridorlar tizimi deb nomlanadigan bu biznes, hech qachon siz ko'p aloqaga ega bo'lish bu sizga shart emas. Qancha ko'p odam taklif qilsam, shuncha muvaffaqiyatli bo'laman, shuncha boyib ketaman deb o'ylash bu noto'g'ri nuqtai nazar. Hech qachon siz o'z yashab turgan shahringiz yoki yashab turgan hududingizda yoki mamlakatingizdagi hamma fuqarolarni o'z tashkilotingizga yig'ib jalb qila olmaysiz. Doimo xaridorlar tizimi degan bu nomli bu biznesda muvaffaqiyatingiz sotilgan mahsulotlarning hajmiga ham bog'liq emas. Traditsional biznesga o'xshab. Tashkilotimda kimdir ko'p mahsulot sotib olsa, men shuncha ko'p foyda ko'raman deb o'ylasham bu juda ham noto'g'ri. Agar kimdir o'zini jamoasini rivojlantirish uchun masalan 200 ta 300 ta odamni jalb qilsa o'z biznesiga, unda bir o'zi shuncha odamga hech narsani o'rgata olmaydi. Vaqti ham bo'lmaydi, energiyasi ham yetmaydi. Endi o'z navbatida bu qo'l ostidagi taklif qilingan jamoalarni, ya'ni hamkorlarni ham ular ham rivojlana olmaydi, ular ham qo'l ostidagi hamkorlariga hech narsani o'rgata olmaydi. Ya'ni jamoa rivojlana olmaydi. Bu nuqtai nazar bilan ish ko'rgan kishi o'zi ham, jamoasi ham tez orada vayron bo'ladi. Endi bizni biznesda 1-2 haftaga borib yoki 1 oyda, 2 oyda ham boyib ketish bu juda ham imkonsiz. Shuning uchun faqat ko'proq odam to'plashga va birdaniga ko'proq mahsulot sotishga urinish kerak emas va shoshilish kerak emas. Bu biznesda siz boyib ketaman deb o'z oldingizga maqsad qo'yadigan bo'lsangiz, siz avvalambor jamoangiz a'zolarini o'z ustida ishlashiga o'rgatishingiz kerak. Kundan kunga ularni ko'proq daromad olishiga intilishingiz kerak. Ya'ni to'g'ri yo'l ko'rsatishingiz kerak. Ularni daromad olishlari uchun siz g'ayrat ko'rsatishingiz kerak va jamoangiz qancha boyisa, ko'p boyisa, siz ham shuncha ko'p boyisiz. Ko'p tarmoqli marketingda ishni ko'zi fikringizni mana shu nuqtai nazar bilan, ya'ni ishonch doirangiz bilan hamkorlik qilishga o'rganishingiz kerak. Chunki 100 kishiga, 50 kishiga birdaniga ta'sir o'tkaza olmaysiz. Ularni hammasini bir ishga jalb qila olmaysiz va hammasini jamoangizga a'zo qilib ham olmaysiz. Lekin ishonaman, albatta har bir insonda 2 ta, 3 ta, 5 ta, balkim ko'proq ishongan va ularni hurmat qiladigan, qadrlaydigan insonlari bor, unaqa tanishlari bor. Va sizni bu insonlar masalan sevadi, sizni chin dildan sizga baxt, omad tilaydi va sizga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qiladi. Bu odamlar bu sizga ishonganiki, agarda siz bu biznesga qo'l urdingizmi, ular ham sizga o'ziga ishongandek ishonish kerak va shu biznesga jiddiy qo'l urish kerak. Mana binar sistemasida o'ng va chap tomoningiz bo'ladi. Karaklubda
o'ng chap tomoningizda xohlaganingizcha odamlarni taklif qilishingiz mumkin. Va bu yerda unaqa o'ng chap yo'q va nechta odam taklif qilsangiz ham ulardan ya'ni men boyman, muvaffaqiyatga erishaman, bu karaoke klub bilan biznes qilaman deydigan hamkorlarni tanlab olib, ularni demak o'rgatishga boshlaysiz. Ko'p energiyangizni ko'proq sarflaysiz, ko'proq vaqtingizni sarflaysiz. Yaqinlaringiz, mana shunaqa nima deydi, yaxshi do'stlaringizni boshlanishida jalb qilganingiz yaxshi, chunki bular bilan siz ochiqdan ochiq siz gapira olasiz. Ular ham sizga ishonishadi va siz aytganingizni nima deydi qilib va ular ham nima deydi rivojlanishga intilish kerak. Ko'p tarmoqli marketingda inson muvaffaqiyatga erishish uchun o'z ustida juda ko'p ishlash kerak bo'ladi. Ilm o'rganish kerak, ko'proq odamlar bilan muloqot qilish taktikasini, texnikasini, muomalasini to'g'rilash kerak. Shunday misol keltirish mumkin. Masalan, siz biron bir kinoteatrga borib, juda ham zo'r film tomosha qildingiz yoki biron bir restoranga borib, juda ham yoqimli taom yedingiz. Bu og'zingizda qoldi. Yoki o'sha film sizga juda ham katta ta'sirot qoldirdi. Siz albatta buni yaqinlaringiz bilan, kim bilandir bo'lishasizda, albatta ko'ring, menga shunaqangi ta'sir qildi yoki albatta yeb ko'ring, bu juda ham mazali taom ekan desangiz, ular vaqt topib albatta borib o'sha filmni tomosha qilishadi yoki shu restoranga borishib albatta o'sha taomdan tatib ko'rishadi. Chunki sizlarga siz yaqinlaringiz ishonadi va yomon bo'lganda siz ham bu narsani siz ularga tavsiya qilmagan bo'lardingiz, to'g'rimi? Shuning uchun bu biznesda avvalambor qadrdon, yaqin, ishongan odamlaringiz bilan boshlasangiz, bu osonroq kechadi va jamoa ikkita odam masalan jalb qilsangiz, уже 3 kishi bo'lib siz уже jamoa bo'lasiz. Bu jamoani sekinasida bu ikkita odamga siz sekinasida bu biznes sirlarini, sizni taklif qilgan insonlar o'rgangan narsalaringizni o'rganib, ularga ham o'rgata borasiz va sizni taklif qilgan ustozingiz ham bunga yordam beradi. Ko'p tarmoqli marketingda jamoangiz a'zolarini ularni qanchalik mukammal o'z ishini o'rganayotganligini, o'zlashtirayotganligini haqida ko'proq o'ylash kerak bo'ladi. O'zingiz nimaiki o'rgansangiz, uni ham o'rgatishingiz kerak bo'ladi va qanchalik siz samimiy va jiddiy, qat'iyan bo'lsangiz, bitta gapda turadigan bo'lsangiz, bu sizdan o'rnak olishib va sizni kopiya qilishadi. Ya'ni duplikatsiya qilishadi. Ularni ham o'zlarini yonlariga, yaqinlarini taklif qilishiga o'rgatasiz va ularga ham qanday shu nimani o'rgangan bo'lsangiz, shuni o'rgatasiz. Bunga ustozingiz ham albatta yordam beradi. Qanchalik foyda ko'p ko'rishsa, bular shuncha qiziqib borishaveradi. Yana g'ayratlari oshadi, stimul paydo bo'ladi. Shu nuqtai nazarni jamoangizda o'z o'rniga qo'ysangiz, kelajakda jamoangiz orzu qilgan daromadlarga erishadi va siz ham shunaqa daromadlarga erishasiz. Bu ko'p tarmoqli marketingda, xususan mana karaoke kompaniyasida birinchi ishni boshlashdan oldin shu mahsulotni o'zi iste'mol qilib va ko'rish kerak. Chunki mahsulotni iste'mol qilgandan keyin buni mazasini bilasiz, sizga ta'sir ko'rsatganini bilasiz va shundan keyin siz boshqalarga tavsiya qila olasiz. Siz taklif qilgan ikkita jamoa a'zongizga o'rgatishga boshlaganingizdan keyin aytaylik 1 oy vaqt ketdi. Va undan keyingi yana shu 1 oydan keyin ular уже o'rganib, yana shu ikkita ular ham har biri ikkitadan jamoasiga insonlarni taklif qildi. Endi jamoangizda 4 ta odam qo'shilyapti. Siz ikkita odamingiz bilan 3 kishisiz va 4 ta odamga bemalol o'rgata olasiz, tushuntira olasiz va onda sonda vaqti bilan bular bilan yig'ilishib, savol-javoblar qilib, o'rganib, bilgan narsalaringizni ularga o'rgatib, bilmaganingizni ustozingizdan so'rab, ustozingiz bilan ham birgalikda ularga o'rgatib, 3-oy o'tgandan keyin bular 4 ta odam har biri yana kamida 2 tadan deyapman. Endi 2 ta emas, undan ham qo'ldan kelsa ko'proq odam taklif qilsa bo'laveradi.
Bu shunaqangi rivojlanadiki, masalan, geometrik progressiya deydi. 2 ga 2 4, 4 kara 2 8, 8 kara 2 16, 16 kara 2 32 va shunaqa qilib davom etib ketaveradi. Endi agarda 3 ta odam taklif qilsangiz, 3 tasi har biri 3 tadan taklif qiladigan bo'lsa, 3 kara 3 9, 9 kara 3 27, 27 kara 3 51, mana shunaqa qilib ko'payib ketaveradi. 5 ta bo'lsa, undan ham ko'p bo'lib ketadi. Buni tushunarli bo'lsa kerak, menimcha. Va shunga o'xshab, endi biz oddiyroq qilib, soddaroq qilib, osonroq bo'lish uchun 2 tani oldik. 2 ta odamga 4 ta, 4 ta odamga 8 ta, 8 taga 16 ta, mana shunaqa qilib qo'shilib 10 oy o'tgandan keyin ikkitadan taklif qilganingizda bir tomoningizda 1024 ta, ikkinchi tomoningizda ham 1024 ta odam hamkoringiz bo'ladi. Bu tomonlaring juda ham katta son bu. Agarda siz oddiygina shu Karal klubdagi mahsulotlardan Karalmayn degan suv bor, uni narxi 265 ming so'm bor yo'g'i. O'sha Karalmayn suvini tavsiya qilib, chunki bu Karalmayn suvi juda ham shifobaxsh, qon bosimini normallashtiradi va juda ko'p xususiyatlari bor. Buni alohida videoda men aytib o'tganman. Endi agarda shu oddiy Karalmayn suvini ham shu masalan 2000 ta odam agarda olib ichadigan bo'lsa, ularni sizni qo'l ostidagi hamkorlaringizdan sizga 5% demak ularni balidan 5% sizga nima tegadi? Nima kompaniya pul to'laydi. Ularni baliga nisbatan. Buni ichgandan keyin odamlar o'ziga natija sezgandan keyin ular Karal klubda masalan kompaniyani ro'yxatdan o'tgandan keyin приложениесі bor, telefonga o'rnatsa bo'ladi. Bu приложениеdan mahsulotlarini hammasini ko'rib chiqsa bo'ladi. Qanaqa mahsulot bor, nima ich tozalaydigan mahsulotlar, kosmetik, kollagenlar bor, har xil vitaminlar, minerallar, fermentlar, juda ham badlar borda endi. Va o'zimizda uyda ishlatadigan har xil masalan kimyoviy vosita ishlatamiz-ku, idish yuvishda, kir yuvishda, buni o'rniga ekologik toza bez kimyo mahsulotlari ham bor. Hali mo'yshiy sredstva deydi-ku. Hammasini masalan bozordan, ko'chadan sotib olmasdan shu Karal klub bu katta supermarket, даже gipermarket desa ham bo'ladi. Chunki bu 200 ta dunyo bo'yicha mamlakatda o'zini mahsulotlarini shuncha yildan beri, mana 26 yil bo'lyapti. 26 yildan beri realizatsiya, ya'ni iste'mol qilishyapti odamlar. Bu hozir Karal klub kompaniyasini daromadi, aylanmasi, pul aylanmasi milliardlab bo'lib ketgan. Endi siz agarda xuddi shu tartibda ish olib borsangiz, sizni chap va o'ng tomon deb aytaylik, yoki mana shu ikkita jamoangizda ikkita odam agarda millioner bo'lsa, siz ulardan 2 barobar millioner bo'lasiz. Chunki siz o'zingiz ham ikkita odam taklif qilib qo'yib jim o'tirmaysizda. Har oyda siz ham taklif qilasiz. Bu biznesni olib ketadigan insonlar bo'ladi bu jamoangizda va iste'molchilar ham bo'ladi. Значит, bu 70%, 80% bu yerda iste'molchilar ko'proq. Chunki odamda birinchi navbatda sog'liq turadi. Sog'liqni tiklash uchun juda ko'p insonlar hozir muhtoj. Siz buni targ'ibot qilish bilan birga mahsulotlarni siz insonlarga juda ham katta foyda keltirib, juda ham yaxshilik qilgan bo'lasiz. Yaxshi ko'rgan narsangizni bo'lishayotgan bo'lasiz. Musulmon inson yaxshi ko'rgan narsasini tavsiya qilish kerak va ilinish kerak, to'g'rimi? Va bu mahsulotlarni iste'mol qilib, ya'ni ichib ko'ribgandan keyin, natijani olgandan keyin bu insonlar albatta o'zi ham yaqinlariga buni bilan bo'lishadi. Juda ko'p diagnozlar yo'q bo'lib ketdi. Hozir shu ko'chadagi aptekalarimiz ko'payib toshib ketgan. Bu aptekalarda dorilar ham shuvullab ketyapti. Doktorga borsangiz dori yozib beradi. Bu dori sizni faqat signalni o'chiradi, simptomni o'chiradi. Kasallikni davolamaydi. Biz Karal klub mahsulotlari bilan inson organizmiga yordam beramiz, tozalaymiz va inson organizmi o'zi samostanalivchi deydi, o'zini o'zi, organlarimizni tiklab qaytadan nima deydi, organlarimiz yosharishga boshlaydi va
umrimiz uzoq bo'ladi. Ko'p insonlarni siz baxtli bo'lishiga yordam bergan bo'lasiz. Faqat bu biznesni mohiyatini, asl mohiyatini tushunib olsangiz boshida baxtli bo'lasiz. Jamoangiz birinchidan baxtli bo'ladi va jamoangiz baxtli bo'lsa, siz ham baxtli bo'lasiz. 2 barobar baxtli bo'lasiz. Bu kompaniyani har xil mukofotlari, har xil bonuslari bor. Buni endi boshqa marketing plan degan video qilamiz. O'sha videoda gapirib o'tamiz. Siz ko'proq jamoangizni o'ylab ish qilsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan ushbu videomni yakunlayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Akramjon Mamajonov Karamklub kompaniyasini distribyutori. Rahmat, sog' bo'ling. Kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling. Yangi videolarni chiqqanida xabardor bo'lib turasiz. Yoqqan bo'lsa video like bosing. Yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat.